Yoz fasli yaqin. Qaysi ichimliklar organizm uchun foydali yoki zararli? O'zi siz qaysi ichimliklarni ichasiz? Qahva. Qahva me'yorda ichsangiz energiya beradi, lekin ko'p ichib qo'ysangiz yuragingizga va qonlanish tizimingizga sal zo'riqish keladi. Sharbat. Sharbatlar albatta vitaminlarga boy, lekin tarkibida shakar miqdori ko'p. Shuning uchun uni ham me'yorda ichsa bo'ladi. Gazli ichimliklar. Gazli ichimliklar deyarli suyultirilgan shakar hisoblanadi. Shuning uchun imkon qadar undan cheklanish kerak. Energetiklar. Energetiklar bu qisqa muddatli neytronda. Siz uni ichasiz, zo'r bo'lib qolasiz, lekin undan keyin sizga surunkali charchoq qolib keladi. Unda qaysi ichimliklarni ichishni maslahat berasiz? Endi sizga tavsiya qilardim suv ichishni. Oddiy, gazsiz, xona haroratidagi ichilgan suv organizmimizga faqat foyda keltiradi. Undan tashqari choy ichsangiz, bu ichaklarimizni tozalashga yaxshi. Ayron mahsulotlari esa bizni ichagimizdagi bu top darajadagi bakteriyalar balansi uchun ham, harakati uchun ham juda yaxshi bo'ladi. Muhimi, o'ta muzdak ichib qo'ymaslik kerak.